Navbatdagi mavzu demak uchburchak bisektrissasining xossasi. Uchburchak bisektrissasi xossalari deylik. Xossalari. Uchburchakning demak bisektrissasining xossalari, mana ABC uchburchakni oladigan bo'lsak, A burchakning bisektrissasi yana mana AP bisektrissa. Demak AP bisektrissa, A burchakdan chiquvchi bisektrissa ajratgan BC tomonidan ajratgan kesmalar nisbati BP taqsim SP. Bu demak mana AB taqsim AC ga teng. Yoki mana boshqacha ko'rinishda BP ni AB ga, CP ni AC ga teng deb ham yozish mumkin bu yerda. CB bu A tomon bo'ladigan bo'lsa, boshqachasiga B uchdan bisektrissa chiqaradigan bo'lsak, mana BQ bisektrissa bo'ladigan bo'lsa, bu yerda ham xuddi shunday. Demak AQ taqsim QC bu AB taqsim BC yoki bo'lmasam AQ ni AB ga, CQ ni BC ga teng deb ham demak aytish mumkin bu yerda. Bevosita mana tomonlarni ahamiyat bersangiz, ABC deb kiritsakda AP bisektrissa demak BC tomonini qanday qismlarga ajratadi degan kichkina masalani ko'radigan bo'lsak, dastlab BP kesmani uzunligini x deydigan bo'lsak, CP kesma uzunligi o'z-o'zidan -x ekanligi kelib chiqadi. Yuqoridagi demak xossaga ko'ra x ni c ga nisbati a minus x esa b ga nisbatiga teng bo'ladi. Hosil bo'lgan mana tenglamani yechib x ni ac taqsim b plus c ga teng ekanligini aniqlaymiz. Demak biz bu yerda BP kesma uzunligini aniqladik. AC taqsim b plus c, CP kesmani uzunligini esa A dan ushbu kesmani ayirish natijasida aniq topamiz. Bu AB taqsim B plus C ga teng bo'ladi. Demak, AP va CP kesmalari mana aniqlandi. Xuddi shunday AQ va QC'larni ham aniqlash mumkin bo'ladi. Navbatdagi demak xossa bu uchburchakning demak bisektrissalari kesishadi. AP va BQ bisektrissalari aytilgan 10 nuqtada kesishsa, tomonlarni ABC deb kirsak, bu holda AO ni OP ga nisbati B plus C taqsim A, BO ni OQ ga nisbati A plus C taqsim B. Xuddi shunday tartibda CR demak bisektrissani o'tkazadigan bo'lsak, CO ni OR ga nisbati, kesmaga nisbati A plus B ni C ga nisbatiga teng deb aniqlanadi. Bu demak bisektrissalar bir nuqtada kesishadi va kesish nuqtasidagi bo'linish albatta tomonlarga bog'liqligi ko'rinib turibdi. Buni ko'rsatish juda ham oson aslida. Mana keling yuqoridagi masaladagi BP kesmani uzunligidan foydalanamiz. Mana BP kesma bizda AC bo'lingan B plus C ekanligi ma'lum. Ahamiyat bersangiz, demak ABP uchburchakda BO bu bisektrissa hisoblanadi mana. BO bisektrissa. AO ni demak OP ga nisbati bisektrissa xossasiga ko'ra AB ni BP ga nisbatiga teng. AB ni uzunligi C ga teng, BP ni uzunligi esa mana AC bo'lingan B plus C. Natijada bu ifodani B plus C taqsim A ekanligi osongina demak kelib chiqadi. Xuddi shunday qolganlari ham ko'rsatilishi mumkin. Demak, har qanday uchburchakni uchidan chiquvchi bisektrissalar kesishgan nuqtada qanday nisbatda bo'linishini bilish uchun demak albatta uchburchak tomonlari bizga ma'lum bo'lishi kerak ekanligi yoki o'sha tomonlar orqali ifodalanishi mana kelib chiqdi. Mana masalan masala tariqasida ko'rishimiz mumkin. Masalalarda ABC 7, 6 va mana 8 bo'ladigan bo'lsa, A3 dan chiquvchi mana bisektrissa AP bisektrissalar kesishgan nuqtada qanday nisbatda bo'linadi? O deydigan bo'lsak, mana AO bo'lingan OP 7 plus 8 taqsim 6. Ya'ni 15 taqsim 6 3 ga qisqartirishimiz mumkin. Demak 5 taqsim 2 ga teng deb xulosa qilinishi mumkin. Yoki BO taqsim mana OQ ni BO taqsim OQ bu 6 plus 7 ni 8 ga nisbati, ya'ni 13 taqsim 8 ga tengligi kelib chiqadi. Yoki bo'lmasam CR bisektrissani o'tkazadigan bo'lsak, CO ni OR ga nisbati 8 plus 6 ni 7 ga nisbati, ya'ni 2 ga teng ekanligi kelib chiqadi. Keling endi bunga doir ham mana qiziqroq masalalar ko'radigan bo'lsak, uchburchakni bisektrissalar o'tkazilgan AP, BQ va CR bisektrissalar deb masala shartda berilgan. Bisektrissalar o'tkazilgan
Masala sharti quyidagicha. OP taqsim AP plus OQ taqsim BQ plus OR bo'lingan CR nisbatini aniqlang. Ushbu masalani yechish uchun dastlab OP taqsim AP nisbatga ahamiyatimizni qaratamiz. Bizga ma'lumki, AO kesmani OP ga nisbati mana demak AO ni OP ga nisbati B plus C bo'lingan A ga teng. Ushbu tenglikni ikkala tomonga 1 ni qo'shadigan bo'lsak, mana AO plus OP bo'lingan OP barobar B plus C taqsim A bo'lib qoladi. Va bundan xulosa AP kesmani OP ga nisbati A plus B plus C bo'lingan A va uni teskari tartibda OP taqsim AP ni topadigan bo'lsak, A taqsim A plus B plus C ga teng bo'lib qoladi. Xuddi shu tartibda mana OQ ni BQ ga nisbatan B taqsim A plus B plus C, oxirgisi mana OR ni CR ga nisbati C taqsim A plus B plus C ekanligidan bu ushbu uchta qiymat o'zaro qo'shadigan bo'lsak, demak A taqsim A plus B plus C, B taqsim A plus B plus C, C taqsim A plus B plus C bu demak 1 ga teng ekanligi kelib chiqadi. Demak ushbu yig'imda demak 1 ga teng ekan. Yana mana masalan turli xil demak ushbu burchaklarda aynan o'sha kesma yoki o'sha bo'linishni tekshiradigan bo'lsak, keling yana teng yonli to'g'ri burchakli uchburchak berilgan. Burchakli uchburchak demak mana berilgan mana ABC uni bisektrisalar demak mana tutashtirilgan barcha burchaklarni keling bular mana AP BF hamda CY bo'ladigan bo'lsa, ular O nuqtada kesishadi. Va mana masala shartiga ko'ra AO taqsim OP ni aniqlash kerak. Endi teng yonli to'g'ri burchakda bo'lgani uchun demak BO taqsim OF ham aynan shunga teng bo'ladi. Va CO taqsim masalan mana OY ni aniqlash talab qilinyapti. Bu uch burchakda ma'lumki demak AC va BC katslar o'zaro teng A bo'ladigan bo'lsa, AB gipotenuza A ildiz ostiga teng ekanligi kelib chiqadi. AO ni OP ga nisbati yuqoridagi formulaga ko'ra AC plus AB ni demak BC ga nisbati bu ildiz osti 2 plus 1 ga teng bo'ladi. CO taqsim OY esa A plus A ni A ildiz ostiga nisbati, ya'ni ildiz ostiga teng ekanligi kelib chiqar ekan. Endi bisektrisani demak uzunligi haqida to'xtaladigan bo'lsak, ko'pchilik o'quvchilar bu uzunlikni topishda ozgina qiyinchilikka duch kelishadi. AP bisektrisa bu odatda bisektrisa LA, B dan chiqqani LB, C dan chiqqan bisektrisa esa LC, ya'ni LA, LB, LC tarzda demak belgilanishi maqsadga muvofiq bisektrisalar. Mana shu yerda mana LA ni uzunligini topish uchun mana BC tomonlarini kiritsak, BP kesmani uzunligini M, PC ni demak N deb kiritadigan bo'lsak, bu juda ham katta hajmdagi formulalar ko'p hollarda o'quvchilarda xayolida demak yoki xotirasida saqlanib qolmaydi. Shu boisdan harakat qilish kerak formulalarni qisqa va lo'nda ko'rinishdagilarini eslab qolishga. Bu keyinchalik o'sha shu formulalardan foydalanishni osonlashtiradi. Demak LA kvadrat barobar BC minus MN formula orqali aniqlanadi. Bu yerda demak AP bisektrisa ajratgan kesmalar bu MN. Ushbu demak masalani yoki ushbu formulani tushuntirish uchun bir masalada ko'ramiz buni. Aytaylik, tomonlari 4, 5, 6 ga teng uchburchak berilgan. Uning demak 5 ga teng tomoniga tushirilgan bisektrisasini uzunligini aniqlash talab qilinyapti. Dastlab M va N yuqoridagi formuladagi M va N kesmalarini aniqlashtirib olish lozim. Bu demak x va 5 minus x kesmalarga ajratsa o'tkazilgan bisektrisa demak xossasiga ko'ra x kesmani uzunligini aniqlaymiz mana. Ushbu tenglamaning javobi x 2 ekanligi ko'rinib turibdi. Demak bu 2 va 5 dan 2 desak 3 kesmalarga ajratar ekan. Natijada bu L bisektrisaning uzunligi 6 kara 4 minus 2 kara 3, ya'ni bu L kvadrat barobar 18 ga teng bo'ladi va L esa 3 ildiz osti 2 ga teng deb osongina demak aniqlash mumkin bo'ladi.
ayrim masalalarda demak o'sha bisektrisani formulalardan foydalanishga xossasidan foydalanadigan masalalar juda ham ko'p uchraydi. Shulardan yana bittasini ko'ramiz. Mana abs uchburchak berilgan. Aytaylik tomonlari mana 4, 5 hamda demak mana 6. Uchburchakning tomonlari A burchakni demak bisektrisasi AY bisektrisasi hamda yoki mana AF keling medianasi. Demak uchburchakning AY bisektrisasi AF medianasi. Uchburchak tomonlari demak chizmada ko'rsatilgan uzunliklari. Savol demak YF kesma uzunligini toping. Ya'ni A va A3 dan chiquvchi bisektrisa va mediana asoslari orasidagi masofani toping deb ham demak og'zaki tarzda aytilishi mumkin. Demak, dastlab bisektrisa xossasiga muvofiq A, B, C nuqtalarini kiritsak, bisektrisa ajratgan kesmalarni, ya'ni aniqlaymiz. Bu yerda demak B kesmani x deydigan bo'lsak, y'si 6 - x ga tenglik kelib chiqadi. X ni 4 ga nisbati, 6 - x demak 5 ga nisbati. 5x teng 24 - 4x. X ni topadigan bo'lsak, demak 8/3 ga teng bo'ladi. Bundan demak kelib chiqadiki, B kesma 8/3, YC kesma esa demak 6 - 8/3 bo'ladigan bo'lsa, 10/3 ga teng ekanligi kelib chiqadi. F nuqta ushbu tomon o'rtasi bo'lganligi bois mana bu yerda joylashgan mana F nuqta. Endi BF kesmani BF uzunlik ma'lumki 3 ga teng. Bundan demak YF ni aniqlash uchun 3 dan 8/3 ni ayiramiz. Ya'ni 3 dan 1 ga teng ekanligi demak kelib chiqadi. Mana shunday bisektrisa va medianalar, ya'ni bir uchdan chiqqan bisektrisa va medianani aynan o'sha asoslarini joylashuvi ayrim hollarda demak bizga qiyinchiliklar tug'diradi. Keling mana bitta xulosa haqida suhbatlashamiz. Uchburchakni demak B va C tomonlari uzunliklari mana chizmadan B, C dan katta bo'lsa, ma'lumki demak AF bu yerda mana mediana ya'ni B, C tomonni bu F nuqta demak o'rtasi. Endi A3 dan chiqqan bisektrisa ahamiyat bering. A3 dan chiqqan mana shu shart B, C dan katta bo'lgan holda demak A dan chiqqan bisektrisa BF kesmani kesadimi yoki CF ni? Savol tushunarli menimcha. A dan chiqqan bisektrisa BF kesma deb aytilyapti. Tomon to'g'ri chiziq emas. BF yoki CF kesmani kesadi. Qaysi birini kesib o'tadi. Boshqacha qilib aytganda, A dan chiqqan bisektrisa asosi BF kesmada yotadimi yoki CF kesmada yotadimi? Bu demak bu ko'rinishdagi savollar aynan yuqoridagi savol bilan ekvivalent bir xil hisoblanadi. Yuqoridagi demak fikrimizga ko'ra, berilgan masala shartiga ko'ra B ni C dan kattaligi bois, agar masalan hozircha mana A dan chiqqan bisektrisa demak A ni alohida ta'kidlab o'tadigan bo'lsak, mana A kesma bisektrisa bu yerda mana bisektrisa demak B C dan katta bo'lganligi sababli bisektrisa xossasiga ko'ra Y C ni B ga nisbati B ni C ga nisbatiga teng. Bu esa nisbat 1 dan katta. Natijada Y C B dan katta hisoblanadi. Shu boisdan ahamiyat bering, mana Y C kesma B dan katta bo'ladigan bo'lsa, o'z-o'zidan F nuqta Y va C nuqtalar orasida bo'ladi. Bu esa yuqoridagi masalaga javob tariqasida mana bundan kelib chiqadiki, demak BF ni kesadi deb javob berish mumkin. Sabab mana alohida demak rang bilan mana bisektrisani ko'rsatishimiz mumkin ushbu chizmada. Mana B A bisektrisani sabab Y C kesma B kesmadan uzun bo'lgani uchun.